Her bir kişi manda çıkış yasağında falan şuraya direkt, falan şuraya direkt. Biz bunu işledik deyip bir güne kişi çıktı. Novgorod ülkesinden. Men ko'p narsani ayta olmayman, aytmayman. Olimlar turida da, yozuvchilar turida da. Yana bir qanday aytaman. Har birimizning o'zimizning nomusimiz bor. Shul nomusimiz bilan fikrga kirsak, kelajakka durust boramiz. Shunga ko'ra har bir kishining o'z fikri bor. Gültege her bir şeyde yazılımda mağanasını Sovetlar Soyuzu'nda ötken edik. Kıymada türlü narsalar yazılanlar yok. Kıyma altında yazılan bir bulmadı. Şu an göre her bir etken sözünüz dürüst. Belki ana bu tribunadan etip kine turmuşka aşırmazsak özümüz her bir bulgan cilde, her bir şeyden cilde. Ol ministerden de fayda olmuyor. Yazıcılar reisinden de fayda olmuyor. Her birimizde özümüzde grajdanlar ittirip tutmazsak biz bir kişiye de karşı gelmeyiz. Anlamda ayıptı bitmene bizden çıkış yasağında 106. gimnaziya. Kim ruhsat etmeyi Tatar tilini sayılarga? Özümüz tilemeyiz. Koy bir mekteplerde. Ben bir tane bilip aytaman. Әлі біздің закон өзгермеді. Әлі hukuklanып өзгермеді. Әлі сағатлар кимемеді. Бил бит әлі біз hukuk программасында bütün üstünde planlarımız da var, türlü нәрселер de var. Şuna göre men yazıcılar reisine koşulam, sizge rahmetten başka sözüm yok. Bu sizge verilen zadание da tugul, kuşkan iş de tugul. Sizni barınızda da rahmetlep kine soruyuz. Sizning qo'lda kelajakning ko'bilishi. Belki yani uçuşlar arkasına gana, uçuşlar jirkesine gana yüklep olmayı. Şu an kuramında bizden Razil İsmail damında, Vasil Gayaz damında, Bin damında bizden prezident aparatı vakilleri Daniel Mustafin damında biz barımızda bu yükünü ortaklaşığa tiyiş, barımızda birge alıp barağa tiyiş, siyezdan siyezlağına çıkış yasap, iş bar almay, biz indi buna o'zimizga planni qurib, barımızda birge ana işteklep, birimizga birimiz yordam etib barsak, bizning ishlar boracak ham olabilsa 8-siyezga kelganda shundan boshlarmiz. Narsani ishladik, narsani o'rnidan qo'zg'ata oldik deydi. Qo'limizda rezolyutsiya bor, taratilgan, ona o'qituv majburiymi? Mana bu o'qituvni majburiy deb aytasiz, yo'q deb aytasiz. Qo'limizda bor, bostirilgan, tuzilgan, endi mana bunda çıkışlar hakkında da çıkışlardan sonra rezolütsiyaga kiritilgan kelgan masalalar, so'rovlar bo'ldi. Shunga ko'ra, agarda shu proyektning içinde barliq qatnashchilarning tilak-takliflarini hisobga olib, ularni qo'llantirgan ham qatnashchilarga fikriga taqdim etsam, shunga qatnashamiz. Rahmat. Hurmatli siyezda qatnashchilar, benim azapta aytgan so'zlarga qattiq aytmangiz, baribir meni tribunadan qatli aytgan so'zlar qaraganda qotiligi farqlari yo'q. Biz har birimiz o'z fikrni ayttirgan tiladik. Men de o'z fikrimni aytdim, chunki buncha siyezni olib borganda men ko'pincha shu narsalardan faqat ko'paygan olib bordik. Agarda ama şirkeler olsa aslında aytırsız, kilesi siyazda alabilirse gitsek, onlardan izni alıp, belki yazıcılarını, başkalarını elikten jiyip, ko'p narsani boshqa so'rashamiz.
Hazırda agarda mümkün olsa biz indi mana uylab konferansına ko'chiramiz. Ham endi birimizga birimiz zo'r bir rahmatni aytishib shu minutlarni qabrozga o'rgatamiz. Ulusları, ko'p yillik natijali xizmatlari uchun Tatariston Respublikasi Madaniyat fan ministrligining rahmat xati bilan Tatariston Respublikasi To'qay munitsipalitetlarining Kishishina o'rta umumiy bilim berу maktabining Totar tili ham adabiyot o'qituvchisi Ahmadjonov Nazir Vazir o'g'li bilan Boshqirdiston Respublikasi shahari Shaymaratov ismidagi 104-umumiy bilim maktabining Totar tili ham adabiyot o'qituvchisi Sadiqova Venera Anvar qizi bilan Udmurtiya Respublikasi Ijro shahri 6-gimnaziyaning tuman til o'qituvchisi G'abdurahmonova Rasila Iskandar qizi bilan Turan Nurgul kasbiy Navoiyning Safochayev umumiy bilim maktabi direktori Muhsin Ramil Habib o'g'li bilan Shuvash Respublikasi Botir rayoni Totar Sig'ati umumiy o'rta bilim maktabining Totar tili ham adabiyot o'qituvchisi Vodil Sulton Idar qizi bilan Krasnoyarsk rayoni umumiy bilim maktabining Totar tili ham adabiyot o'qituvchisi Husniddinova Rima Minnatxon qizi bilan Sverdlovskiy ilkasi Patashkina umumiy o'rta bilim maktabining Totar tili ham adabiyot o'qituvchisi Batayeva Rezida Ramazon qizi bilan Milliy viloyat o'lkasidagi mushtlari ko'p yillik natijali xizmatlari uchun Tatariston Respublikasi Madaniyat fan ministrligining maqtov gрамотasi bilan Tatariston Respublikasi Boy munitsipalitetida salatli bolalar uchun litsey internatining Totar tili ham adabiyot o'qituvchisi G'aliyeva Gulnara Alina qizi bilan Tatariston Respublikasi Qozon shahri Sovet rayonining 73-umumiy bilim maktabining Totar tili ham adabiyot o'qituvchisi Aqtamova Gulnaz Ming'ali qizi bilan Tatariston Respublikasi Kuchmara munitsipal rayonining To'yinboshi o'g'li umumiy bilim berу maktabining Totar tili ham adabiyot o'qituvchisi Muhammadinova Zulfiya qizi bilan Tatariston Respublikasi Yashiluzar munitsipal rayoni 7-umumiy o'rta bilim maktabining Totar tili ham adabiyot o'qituvchisi G'atavulina Gulnaz Tariq qizi bilan Tatariston Respublikasi Qozon shahri Vokitov Hamidov rayonlari ma'lumotli metodik bo'ligida milliy madaniyat bo'yicha metodisti Jihangirova Milosha Vosil qizi bilan Ulyan o'lkasi Navoiy umumiy o'rta bilim maktabi direktori Mingnibayev Eldar Kamil o'g'li bilan Alifur o'lkasi So'g'ma rayoni Totar qondosi umumiy o'rta bilim maktabining Totar tili ham adabiyot o'qituvchisi Yodg'orova Hafiza Raymiddin qizi bilan Shirat o'lkasi Amin umumiy bilim maktabining Totar tili ham adabiyot o'qituvchisi Bexulova Tamiza Hoji Muhammad qizi bilan
Novosibirsk өлкәсе Усман гомуми тел белем мәктәбенең татар теле һәм әдәбияты укучысы Вахитов Якуб Габделхан улы бүләкләнә. Milli Maarif өлкәсендәге уңышлары күп еллык нәтиҗәле хезмәтләре өчен Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгының мәгарифтәге казанышлары өчен күкрәк билгесе белән Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы Академик Вәлиев исемендәге 2-нче номерлы лицейның татар теле һәм әдәбияты укучысы Гыйләш Лилия Рауил кызы бүләкләнә. Татарстан Республикасы Болыт Бистәсе муниципаль районы Уракча тел гомуми теле мәктәбенең татар теле һәм әдәбияты укучысы Гәрәева Ләйсән Сәүдәнә кызы бүләкләнә. Татарстан Республикасы Түбән Кама шәһәре 29-нчы урта гомуми белем бирү мәктәбенең татар теле һәм әдәбияты укучысы Габдуллина Раушания Сәлим кызы бүләкләнә. Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районы Лаеш тел гомуми белем бирү мәктәбенең татар теле һәм әдәбияты укучысы Латыйпова Разия Габделхан кызы бүләкләнә. Татарстан Республикасы Арча муниципаль районы Арча 5-нче гимназиясенең татар теле һәм әдәбияты укучысы Газизова Эльмира Ильич кызы бүләкләнә. Татарстан Республикасы Актаныш муниципаль районы Сәләтле балалар өчен гуманитар гимназия интернаты директоры Гарипова Рузилә Илдар кызы бүләкләнә. Яшьярлы шәһәре 49-нчы кадет мәктәбенең татар теле һәм әдәбияты укучысы Гариева Гөлфирә Вагыйз кызы бүләкләнә. Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгының Милли мәгариф идарәсе башлыгы Әхмәтҗанова Лилия Марс кызы бүләкләнә. Делегатлары, хөрмәтле шакырылганнар, чын күңелдән барыгызга да саулык, сәламәтлек, жан тынычлыгы, гаилә бәхете, эшегездә зур-зур уңышлар телим. Эшегезне халкыбызның ана теле гимне булган туган тел җыры белән тамамлыйбыз.